Olamlarga rahmat payg'ambar. Qiyin ahvolga tushish barcha insonlarda, kattayu kichigi, boy va kambag'ali, hokim va mahkumida bo'ladigan zaiflik turi. O'zining yoki yaxshi ko'rganining kasalligi, yaqini vafoti, qarzga botib qolish va boshqa qiyinchiliklarni boshidan kechirmagan biror inson yo'q. Demak, bu qiyinchilik zaiflikning bir ko'rinishi va inson kutilmaganda unga duch kelar ekan. Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning rahmatlari ushbu ahvolga tushib qolganlar uchun juda tez harakat qilardi. Usmon ibn Affon raziyallohu anhuning aytganlari yuqoridagi so'zlarimizni xulosalaydi. Allohga qasamki, biz Rasululloh sollallohu alayhi vasallamga safarda ham, muqimlikda ham sherik bo'lganmiz. U zot kasallarimizni borib ko'rar, janozalarimizga qatnashar, biz bilan birga g'azot qilar, oz yoki ko'p narsa bilan bizga xayrixohlik qilar edilar. Usmon raziyallohu anhu vasflaganidek, payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam ashoblarining barcha qiyin ahvollarida ular bilan birga edilar. Har bir inson duch kelishi muqarrar bo'lgan eng katta va ko'p uchraydigan qiyinchiliklardan biri kasallikdir. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam biror insonning kasal bo'lganini eshitib qolsalar, ko'plab tashvish va ishlari bo'la turib uyiga borib ko'rib kelishga shoshar edilar. U zot alayhissalomning ziyoratlari sun'iy yoki majburiy bo'lmay, balki o'sha kasallikni his qilar edilar. Qanday qilib bo'lmasin, axir o'zlari kasalni ko'rishni uning haqlaridan biri qilgan bo'lsalar. Abu Hurayra raziyallohu anhudan rivoyat qilinadi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning shunday deganlarini eshitganman. Musulmonning musulmondagi haqqi 5 ta: salomga javob qaytarish, kasalni borib ko'rish, janozalarga qatnashish, chaqirilgan joyiga borish va aksi uruvchiga tashmit qilish, yarhamukullahu va yashfiyik deyish.